Bugungi yoshlar tarbiyasini zamon talabi asosida tashkil etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etayotgan natijasida nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatiga ham o'zgacha yondashuv kirib kelmoqda. Bu orqali nafaqat ta'limda raqobat muhiti, balki ijtimoiy taraqqiyotni belgilovchi qator sohalarda ham o'zgarishlar yuz beryapti. Muxbirimiz mavzuga Hazoras tumani misolida e'tibor qaratadi. Bugungi kunda Hazoras tumani tubdan o'zgargan. Yangi yo'llar, zamonaviy maktab va maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash markazlari xalq turmush sifatini yangi pog'onaga ko'tarmoqda. Yosh avlod ta'lim tarbiyasiga e'tibor kuchaydi. Tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar ta'lim sohasida xorijiy tajribalarni amaliyotga tatbiq etishga ham imkoniyat yaratyapti. Prezidentimiz bizga yaratib bergan sharoitlari va bizga tadbirkorlarga berilib turgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda Hazorasda shunday maktabni barpo qildik. Bundan asosiy maqsadimiz yoshlarni yaxshi tarbiyalab, chet tillarini mukammal o'rganish uchun sharoit yaratish asosan. Bunga rus tili, ingliz tili va xitoy tillarini shu o'quvchilarga yaxshi mukammal darajada o'rgatish. Undan tashqari biz maktab bo'lib shunchaki oliy ta'limga o'quvchilarni tayyorlaydigan maktab emas, balkim hayotga to'g'ri yo'naltiradigan maktab. Ya'ni biz oddiy ishchilar emas, ish beruvchi o'quvchilarni tarbiyalash maqsadimiz. Bunga prezidentimiz, yurtboshimiz ancha keng imkoniyatlar yaratib berdilar. Shulardan unumli foydalanib, shu maktabni ko'rishga va yo'lga qo'yishga qaror qildik. Men Xitoydan yurtingizga tashrif buyurdim. Hozirda mamlakatlarimiz o'rtasida har bir sohada yaxshi hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Biz hozir maktab ta'limi va unda o'quvchilarning bilim olishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik. Chekka tumanda ham juda yaxshi imkoniyatlar borligini ko'rib xursand bo'ldim. Men Xitoydagi nufuzli maktablar bilan solishtirganda hech qanday farqni ko'rmadim. Deyarli bir xil, shinam, yorug', har tomonlama qulay xonalar. Maqsadimiz Hazoraslik o'quvchilarga Xitoy tilini o'rgatishda ishtirok etish. Bu borada ijobiy natijalarga erishishimizga ishonaman. Hazoras tumani eng chekka hudud bo'lishiga qaramasdan, hozirda IT parklar va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar uchun bepul o'quv kurslari, IT to'garaklari va til to'garaklari tashkil etilgan. Men ham ushbu to'garaklarga qatnashgan holda ingliz tili va turk tillarini mukammal o'rganganman. Hozirgi kunda ushbu tillardan sertifikat olganman. Hozirda o'z soham bo'yicha ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida ishlayman va nogironligi bo'lgan yoshlar uchun IT to'garaklari, bepul to'garaklar tashkil etilgan. Ayniqsa bizning sohada juda ham katta yangiliklar yoshlar uchun, imkoniyat cheklangan yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar tashkil etilmoqda. Yangi qarorlar, farmonlar prezidentimiz tomonidan imzolanmoqda. Hazoras tarixda muhim strategik nuqta bo'lgan. Qal'alar, qadamjolar asrlardan so'zlaydi. Ko'hna devorlar bizga xalq bor ekan, yurt bor, kelajak bor deb go'yo tinimsiz xitob qiladi. Xullas, Hazoras tarix va taraqqiyot chorrahasida.